Bir yigitga havasingiz keladi. Masalan, 40 ga kirgan yigit pul topdi, mansab topdi, daraja topdi, juda ilg'or bo'lib ketdi. O'zidan o'zi bo'ldimi? 40 yil oldin kim edi shu yigit? Ota-onaning qo'lidagi bir parcha go'sht edi. Shular emasmi? Yuvib taragan, ko'tarib katta qilgan, og'ziga ovqat tutgan, ilm bergan, yurtga qo'shgan. Kimning uyida bir yoshli bolasi bor, nabirasi bor. O'sha bir yoshlik bolaga nima kerak? Nima kerak aytinglar? Ona kerak. Boshqa hech narsa kerak emas. O'sha yuvib taraydigan ham shu ona, ko'ksidan emdiradigan ham shu ona, ko'tarib